Qalbni hozirlash ulamolarning fikriga ko'ra bir necha bosqichlar bilan bo'ladi. Birinchisi, Alloh taolo taqiqlagan, Alloh taolo belgilab qo'ygan chegaradan u yoqqa o'tmaslik. Ya'ni ma'siyatlarni tark qilish. Ma'siyatlarni agar bugungacha qilib yurgan bo'lsangiz, agar qilib yurgan bo'lsak, ma'lum bir ma'siyatlar, ma'lum bir gunohlarni qilayotgan bo'lsak, bugunoq o'sha ma'siyatni tark qilaylik. Bugunoq hoziroq o'sha ma'siyatni tark qilaylik. Hozir qanday tark qilamiz? Tark qilishlik nima bilan bo'ladi? Tark qilishlik birinchi navbatda qalb bilan qaytish bilan bo'ladi. Ya'ni o'sha gunohni qilmayman degan narsaga azm, qaror qilishlik bilan bo'ladi. Mana shu narsani qalbimizga tugib qo'yaylik. Har qanday ma'siyat bo'lsin, har qanday gunoh bo'lsin, o'sha gunohdan tiyilaylik. Tiyilish, o'sha gunohni qilmayman degan narsani qalbimizga qattiq muhrlab olaylik. Birinchi sababi shu. Shu masalani hoziroq qalbimizga solaylik. Ikkinchisi, Alloh taolo buyurgan amallarini bajarishni boshlaylik. Alloh taoloning buyruqlariga toat qilaylik, itoat qilaylik. U nima bilan bo'ladi? Hoziroq mana shu narsani qalbingizga tugib qo'ying. Ya'ni agar hozirgacha Alloh buyurgan amallardan biroz orqada qolgan bo'lsak, biroz qoyilgan bo'lsak, bugunoq boshlaylik. Hoziroq qalbimizga tugib qo'yaylik. Agar namoz o'qishni hali boshlamagan bo'lsak, bugunoq peshindan boshlaylik. Agar ma'lum bir boshqa amallar qolib ketgan bo'lsa, silay rahm uzilgan bo'lsa, hoziroq borib o'shani tiklaylik. Alloh taolo buyurgan amallarni qilaylik.